Metroga yaqin joydan, uni ustiga birinchi etajdan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz Chilonzor tumani 17-kvartalda 2 xona, 3 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganlaring uyimizning zal qismi bo'lib, Euro ta'mirdan chiqarilgan. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ham hatto pardalarigacha did bilan tanlangan. Uyimiz 4 qavatli binoning birinchi qavatida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 48 kvadrat. Bu yerda oshxonamizning o'rnini bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Oshxonamizni esa balkonga chiqarishgan. Bu yerda bolalar xonasi. Bu yerda ovqatlanish uchun stol stullar joy ajratilgan. Balkonimiz razmeri 1,5 3 va oshxonaga o'zgartirilgan. Kerakli barcha jihozlar bilan ta'minlangan. Glavniy eshikdan kirib kelish, albatta rezident sanuzyullari bilan birgalikda. Uyimizning orienteriga keladigan bo'lsak, 17-kvartal 24/7 ko'chamizda eski parlament kafening orqasida joylashgan bo'lib, uyimiz ko'rib turgan barcha mebel texnikalari bilan birgalikda egalari tomonidan $77,000 baholanmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi.